Bu ma'lumotlarni barcha ota-onalar bilishi shart. Diqqat, ushbu video kontentni oxirigacha ko'ring. Sababi dunyoda taxminan har 7 bola, qiz yo o'g'il farqi yo'q turli jinsiy tajovuz qurboni bo'ladi. Afsuski, bunday holatlar O'zbekistonda ham tez-tez uchramoqda. 80% hollarda bunday tajovuzdan omon qolgan bolalar zo'ravonni avvaldan tanigan. Zo'ravonlikka uchragan har 3-chi bola bu haqda ota-onasiga aytmaydi. Pedofiliya qanday kasallik? Pedofiliya bu kasallik turi bo'lib, bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik bilan shug'ullanuvchi insonlarni pedofil deb aytiladi. Bu kasallikni deyarli davolab bo'lmaydi. Bunday kimsalarni odamlar orasida ajratib olish imkonsiz. Jinsiy zo'ravonlikka moyil shaxslar o'z tengdoshlari va kattalar bilan chiqisha olmaydilar. Ular oldida ojiz yoki o'z xohish-istaklarini ayta olmaydigan qo'rqoq odamlardir. Shu sababli ular o'zlaridan ham aqlan, ham jismonan kichik bolalarni o'lja qilib tanlashadi. Bolalarni himoya qilish maqsadida ularni begona insonlar va qarindoshlarga bermang. Chunki pedofillar ko'p hollarda ota-onasidan e'tibor ko'rmagan yolg'iz bolalarni tanlashadi. Quyidagi ma'lumotlarga amal qilishingizni tavsiya qilamiz. Ichki kiyim qoidasi. Ingliz tilida ichki kiyim qoidasi pants qisqartmasdan iborat tushuncha bor. Ota-ona bolasiga 2-3 yoshidan o'rgatishi lozim bo'lgan qoidalarning birinchi harfidan olingan. Privates are private. Tanang intim qismlari faqat senga tegishli. Ichki kiyim ostidagi tanangni faqat ota-onang, istisno holatda shifokor, ko'rishi va tegishi mumkin. Always remember your body belongs to you. Faqat sen tanangni tasarruf etishing mumkin. Boshqa hech kim u bilan hech narsa qilishga haqqi yo'q. No means no. Biror narsa yoqmasa, yo'q deyishing mumkin. Bola eng yaqin qarindoshlaridan birini, masalan, buvisini quchoqlashdan bosh tortsa, urishmang. Bolada shaxsiy chegaralar bo'lishi lozim. Talk about secrets that upset you. Seni xafa qiladigan sirlaringni aytib ber. Kichkintoyga sirlar yaxshi va yomon turga bo'linadi. Bolani xafa qiladigan sirini o'rtoqlashishi lozimligini tushuntiring. Chunki kattalar yomon ish qilganida bu bizning sirimiz bo'lib qoladi deb bolani avrashadi. Speak up, someone can help. Doim haqiqatni ayt, senga albatta yordam beramiz. Bolaning yaqinlari yomon sirlarini aytgani uchun jazolamasligiga ishonch hosil qilish kerak. Tibbiyot 103 rasmiy kanalimizga obuna bo'ling.